Yüz Yilliq Marafon. Xitayning Amerikaning o'rniga dunyoviy hukmron bo'lishdagi maxfiy strategiyasi. Āptورى مايكىل Pillsbury. 5-bab Amerika cho'ng shayton. Tuxumdan tuk undirish. 36 tadbirdan. 1. Öz vaqtida Amerika hökumətidikilər 1989-yılı 4-iyun Tiananmen vaqəsi qanlıq bastırılğan günning bir buruluş nöqtəsi ekanligini aniq tunub yetəlməyən idi. Әні şu gündən keyin Xitay Kompartiyası rəhbərlərinin Amerikani öz xalqiga təsvirləb beriş, yəni tunutish şəkli özgərishə başladı. Gerçi Xitay Kompartiyasıdakilərning arasida G'arbning zulmiga uchirdiq degan qarash azaldilla cho'nqur yiltiz tatib kelgan bo'lsa-mu, lekin bu xil qarash Mao Zedongning Xitay G'arb bilan raqobatlashalligidek darajadin tashqari kuchga aylanish uchun G'arbga muhtoj degan mo'lchir sabablik vaqtincha pasib qolgan edi. Keyincha Xitaydan yüz o'rguvchilar Xitoyning eng yuqori rahbarlik qatlamida haqiqiy demokratik islohotning muhokama qilinganligini, hatto James Madisonning huquqini ayirish ideyasining targ'ib qilinganligini oshkorladi. 2001-yilga kelganda chet elga elib chiqilgan Xitoy hukumat hujjatlarida Xitoydagi qattiq qo'llarning yuz bergan ishlarni burmilab tushundirib, Deng Xiaopingni va boshqa peshqadamlarni tashvishga silib, ularni namoyishchilarni bostirishga ko'ndirganligi to'liq oshkorlandi. Mazkur kitobdagi bir yadroliq nuqtai nazar qattiq qo'llarning Xitoy rahbarlarini Amerikani cho'qim yo'qotishga tegishlik xatarlik zo'migar deb tonishqa ko'ndirganligi haqidagi barg'ansir ko'plagan o'ttirg'i chiqayotgan isbotlarga tayangan. Bu xil qarash 1989-yili bozor topgan va shuning natijasi sifatida Beijing sistemali holda Amerika hukumatini Xitoy xalqiga sat ko'rsatishga boshlagan. Xitoyning hukumat taraf taratqullari Xitoy xalqiga tarqatayotgan Amerikani qorlaydigan uchurlar bilan Xitoyning o'zini Amerika xalqiga qandaq pardozlab tunishtirayotganligi nihoyatda kuchli selishtirma hosil qiladi. Qattiq qo'llarning maydoni to'limi aniq. Ular Amerikani Xitoy hukumatini g'ulatmoqchi bo'lgan zo'migar deb qaraydi. Ularning gepicha Amerika 1980-yillarda ashunday qilishqa, ya'ni Xitoy Kompartiyasini g'ulatishga uringan. Xitoy qattiq qo'llari mushu xil vatanparvarlik tarbiyasini va Amerikaga qarshi ideyalarni yoqlaydi. Chunki ularning raqiblari, ya'ni Xitoy mo'tadillari hali ham Amerikaga qattiq mabtun. Darvaqa Mao Zedong Nixonni taklif qilgandan keyingi yillarda Xitoy ommaviy kulturi va davlat taratqularida Amerika ijobiy sifatlangan edi. Tiananmen vaqasidan keyin bu qilmish Xitoy qattiq qo'llar tarafidan xatarli xatolik deb qaraldi va ular siyosiy byurodagi rahbarlarni Amerikaga qaratgan siyosatda yo'nalish o'zgartishga osonlik qoyil qildi. Aslida Amerika buningga qarshilik ko'rsatdi. Lekin Amerika istixborot tahlilchilari va Xitoyshunoslari bu bir o'tkinchi bosqich. Millatchi, urushxumar, marksizmchilar va Xitoyning darajadan tashqari kuchga aylanish g'oyasi. Dinozavrlar yo'qolgandek yo'qolgan hamon bundaq ishlarmi oyoqlashidi deb qarashdi. Tiananmen qirg'inchiligi yana bir geopolitik zo'r vaqa bilan tang degandakla
yüz bergen idi. Mao Zedongning qattiq qo'l marshallari uningga Wu xandoni, ya'ni Amerika bilan birlashib Wei xandoni, ya'ni Sovet ittifoqiga qarshi turish maslahatini bergandan 20 yil keyin 1991-yili Sovet ittifoqi yemirildi. Amerikaning soğuq munosabatlar urushidagi g'alabasi va bu g'alabalarning simvollaridan bo'lgan Berlin temining o'rilishi, Sharqiy Yevropaning demokratlashishi va Sovet ittifoqining tal-to'kis parchalanishi qatorliqlar Beijingni cho'chitibdi. Bu vaqalar Xitoy rahbarlarining Tiananmen vaqasidan keyin barg'ansir kuchayotgan Amerikaga qarshi tarsalachi kayfiyatini ta'kidlashga sabab bo'ldi. Ularning nazarida Tiananmen vaqasi Amerikaning dushman orasiga ixtilof selish, bu urushqoq bagliklar davriga oid taktikalardan biridir. Uchun qilgan tunji qitimliq zo'r hujum edi. Aşqın Xitoy millatchilarining nazarida eng oxirgi paytda islohotchi rahbar Zhao Ziyang va Amerikaning Xitoy hukumatidagi boshqa gumashtirlari tozalanmagan bo'lsa edi. Amerika Xitoy kompartiyasini g'ulitayotgan bo'ladi. Xitoyda 1980-yillarda xeyli ta'sir kuchga erishib qolgan Amerikaga moyil islohotchilarning tozlanishi Xitoy ziyolilar qatlamida va tahlilchilik sohasida bo'shliq shakllantirdi. Natijada huquqdorlar orasida Amerikaga moyil kishilar oziyibli qolmay, kelgusida Amerikaga moyil ko'z qarashlarni o'ttirg'a qo'yishning yo'limi etildi. Xitoy qattiq qo'llarining bir mahal oshqun millatchilik deb qaralgan suran cho'qonlari Xitoy kompartiyasining rasmiy siyosiy mezoniga aylandi. Amerikaning Xitoyni kuchlantirishga tirishayotganligiga qaramasdan, Xitoy hukumati Xitoy Amerika munosabati to'g'risida Amerikani izchil holda Xitoy xalqini halok qilishga urinib kelgan iblis sifatida tasvirlagan to'qilma tarixni ijod qilib chiqdi. Xitoy rahbarlari ko'ngilchilik ta'limoti va xilma-xil targ'ibotlardan sirt yana o'zlarining ommaviy kulturda Amerikaga qarshi hujum qo'zg'ashga buyruq tushirdi va shuning bilan bir vaqtda bu xil hujumlardan o'zlarining qattiq hayron bo'lganligini Amerika rahbarlariga bildirishdi. Men nurg'un diplomatlardan va Amerika amaldorlaridan bundaq bir hodisaning xilma-xil variantini anglab baqdim. Har qitim Xitoyda Amerikaga qarshi g'ayri diplomatik qarashlar o'ttirib qo'yilganda, ularning g'arbga deydigan gapi bu kompartiya rahbarlik qatlamidagi asosiy iqim emas, faqat bir uchum qattiq qo'l mutassiblarning ko'z qarashlaridir degandan iborat bo'ladi. Navbatda bargan siri ko'payotgan bir avlod Xitoylar Amerikaga nisbatan nurg'un Amerikaliklarninkidan tamoman farqli ko'z qarashda bo'lib, ular Amerika 170 yilning yoqi Xitoyni bo'ysundirishga urinib keldi deb qaraydi. Xitoy Abraham Lincoln, Woodrow Wilson va Franklin Rooseveltga o'xshash Amerika milliy qahramonlarini Xitoy amaldorlari va boshqalarni tizginlab Xitoyni ojizlashtirishga uringan razil tadbirchilar deb sifatlaydi. Bu xil burmalangan tarixiy qarash hech bo'lmaganda ularning navbatdagi Xitoy Amerika hamkorligiga bo'lgan ko'z qarshining burmalanishiga ma'lum darajada sabab bo'lgan. Ularning nurg'unlari uni, ya'ni Xitoy Amerika orasidagi hamkorlikni
Amerikaning Xitoyni dunyodagi tegishli o'rnidan mahrum qilish uchun uzundan beri davomlashtirib kelayotgan ahli salib urushi davomidagi o'tkinchi bosqich deb qaraydi. 1990 yillardan boshlab Xitoyning darslik materiallari Amerikani 150 yildan ko'proq vaqtdan buyon Xitoyning qad ko'tarishiga to'sqinlik qilib, Xitoy madaniyatini vayron qilishga urinib kelgan zo'migar deb sifatlaydigan shaklda qaytadan yezib chiqildi. Mazkur qayta tarbiyalash urinishi vatanparvarlik tarbiyasi plani degan qalpoq ostiga yoshirildi. Xitoydan yuz o'rgan oq apandi burmalangan Amerika tarixining mazkur planida qaytadan o'tirg'i chiqarildiganligini aytdi. Halbuki bu burmalangan Amerika tarixi Xitoyda Mavzudun hokimiyatining dastlabki mezgillaridan buyon amaldan qoldirilgan edi. Buning tipik misollaridan biri Wang Chun 1951-yili tuzgan Amerikaning Xitoyga qilgan tajovuzlari degan darslik kitobidir. Bu kitob 2012-yili bir parcha tor obzori bilan qo'shilib qayta besilgan. Mazkur obzorda bu kitobning abadiy qimmati ta'kidlanib, Amerikaning Xitoyga qilgan tajovuzlari degan bu kitob bir mahal besilmay qolgan edi. Biz bu kitobni qaytadan bosdik. Garchi bu kitob yozilgandan buyon nurg'un vaqt o'tgan bo'lsa-mu, u o'z ichiga olgan tarixiy faktlar hali ham to'g'ridir. Ular davrning o'zgarishi bilan o'zgarib qolgani yo'q deyilgan. Bu obzor mo'tadil deb qaraldigan Xitoy ijtimoiy fanlar akademiyasining tor betida e'lon qilingan. Men 2013-yili kuzda Xitoy davlatlik muzeyini ziyorat qilganda bu tashviqotning odamni hayron qoldiradigan bir misolini ko'rdim. Xitoy Kompartiyasidagi qattiq qo'llar bilan liberal islohchilar uzundan buyon Xitoy tarixiga aloqador faktlar va buni sirtqi qandoq ko'rsatish masalasida talash tortish qilib kelayotgan bo'lg'achqa, mavzudun taxtga chiqqandan buyon bu muzeyning taqoqliq turgan vaqtining ochiq turgan vaqtidan uzun bo'lishi hayron qolarliq ish emas edi. Tiananmen maydonining bir tash itim miqdori yiroqlikdagi bu muzey 1961-yili selingan bo'lib, 1966-yili madaniyat inqilobi boshlanganda taqib etilgan. Deng Xiaoping 1979-yili Xitoyning iqtisodini sirtqa ichishga boshlaganda davlatlik tarixiy muzeyni ichvatgan edi. Bu muzey aran tasda yangi asrga kirishiga 2001-yili yana taqalgan. Ondan Xitoy rahbarlari 2011-yili muzeyni qaytadan ichishdan ilgari uni keng ko'lamlik o'zgartish uchun 10 yil vaqt va $400 million sarf qildi. Ular bu orqali ikki nishonni ishga oshirmoqchi edi. Birinchisi, bu muzeyning ko'lamini Britaniya muzeyi va Amerikadagi buyuk shahar san'at muzeyinikidan oshirib, uni dunyodagi eng cho'ng muzeyga aylantirish. Bu muzeyning kirish zali 10 qavatli binoning egizligida va 3 dona futbol maydonchilik cho'nglikda bo'lib, bu zalning ustidagi qavatga 3 dona tangri qut danqini qo'yilgan. Men Xitoy afsonalaridagi betalay cho'bigidak tangri qut danqinining ig'irligini so'ramadim. Xitoyning ikkinchi nishoni bu muzey orqali xalq tirishchan, qaysar, aqlliq, tinchlik suyar va insoniyat madaniyatiga untilsiz to'hfalarni qo'shgan
bir dövlətning hikoyasini jahonga anglatish edi. Albatta, bir dövlətning tarix muzeyida shu dövlətning ijobiy sifatlanishining hech qandaq benormal yeri yo'q. Ammo Xitoy muzeyidagi meni hayron qoldirgan narsa bu yerda Xitoyning Amerikani o'z ichiga olgan boshqa davlatlar bilan bo'lgan munosabat haqida deganlari va demaganlari edi. Bu yerdagi qaytadan qudrat tepish yo'li temasidagi doimiy ko'rgazmada Xitoy Kompartiyasi tuzgan 1840-yildan bugungacha bo'lgan yaqinqi zamon Xitoy tarixi ko'rsatildi ekan. Bu tarix Xitoy g'arbdagi kapitalistik davlatlarning keng ko'lamda kengaymichilik va talon-taroj qilishi natijasida yerim mustamlika, yerim feodal jamiyatga aylanib qolgan davrdan boshlandi ekan. Ko'rgazmada shundoq deyilgan. Amerikani o'z ichiga olgan bu jahongir kuchlar Xitoyni bir to'p haridak o'lishib, boyliqlarimizni bulab-talab, xalqimizni o'ldirgan. Ko'rgazmaning 1900-yilidagi ýىللىق qo'zg'alini yantu xat shaklida tunishtirilgan bo'lakida Xitoy xalqi chet el tajovuzchilariga murassasiz zarba bergan deyilgan. Eng oxirida 2 dunyo urushida Yaponiya bilan bo'lgan kurashlarda Xitoy xalqi yaqinqi zamon tarixida chet el tajovuzchilariga qarshi tirkishish va ularni qo'g'lab chiqarishning tunji g'albisini qo'lga keltirdi. Ondan Xitoy qaysi yo'lni tanlashdan iborat tarixiy qarorga duch keldi va aksiyatchil jangchiyashining mustabid hukmronligiga qarshi tinchlik va demokratiya uchun faol kurash qilgan Mavzudong rahbarligidagi Xitoy Kompartiyasini tanladi. Kompartiyaning yetakchiligida Xitoy xalqi o'ziga tayinadigan holga keldi va Xitoyning sotsialistik zamonaviylasishini xalqliq material va texnika asos bilan ta'minlaydigan nisbatan umumyuzlik sanoat sistemasi, iqtisod sistemasi barpo qilish yo'lidagi qiyinchiliklarni yengdi. Kompartiyaga rahmat aytish kerakki, bu ulug' millat, ya'ni Xitoy Kompartiyasining rahbarligida sotsialistik bozor egiligi barpo qildi va umumyuzlik echivitishning halovatini tetidi. Kelgusida Xitoylar Xitoy Kompartiyasining yadroliq rahbarligi atrofiga zich uyushidi va Xitoycha alaydilikka ega sotsializm bayrog'ini egiz ko'tardi. Ammo mazkur ko'rgazmada Xitoyning 2 dunyo urushida, ya'ni Xitoy bu ko'rgazmada salbiy personaj sifatida ko'rsatgan kapitalistik g'arb davlatlarining qurolliq aralashishiga tayinib g'alaba qilganligi, Amerikaning mablag'i va Amerika bozorining Xitoy eksportining shiddat bilan eshishi uchun qat'iy zarur omil ekanligi, shundaqla Xitoy texnologiyalik ilgirlashlarda Amerika bilan ilm-fan almashtirish programmasi davomida tuzishgan 100 ga yaqin kelishimga tayanganligi qatorliqlar tilga ilinmagan. Buning aksicha, mening ko'zimga cheliqqan Amerikaliklarning Xitoy puhralariga ko'rsatilgan birdan-bir cho'ng rasmi bir asr ilgari ýىللىق qo'zg'alini mezgilida Beyjingdagi xon ordisida podshoning taxtida o'ltirib adabsizlik qilayotgan ko'rinish edi. Bu rasmning ostiga ayni vaqtda Amerikaliklarning nemishqa Xitoyga kelib qolganligiga doir hech qandaq izohat berilmagachga, ziyoratchilarning ular Amerikaliklarning
asosliq maqsadi Xitoyni bo'ysundirish va xorlash ekan degan tuyg'uda ko'rgazmadan ayrilishi tabiiy. Bu rasmning yanida Amerikani o'z ichiga olgan har qaysi chet el qo'shinlarining YXTN qo'zg'olonidan keyin o'rinlashtirilgan joylar ko'rsatilgan. Xitoy davlatlik tashqi ishlar universitetiga 3 nafar magistr aspirant taklifimga binoan muzeyni men bilan birga ekskursiya qilgan edi. Ular diplomat bo'lish uchun tarbiyalanyapti. Shundaqla ular Xitoy kommunistik hukumatining nuqtasidan yaxshi tarbiyalangan edi. Lekin ular YXTNchilarning 100 ming puhrani o'ltirayotganligi yoki Amerikaning 2 dunyo urushida Xitoyga qilgan yordamlari yoki Mavzudongning siyosiy harakatlari va 1959-yilidan 1962-yilgacha davomlashgan ocharchilikda 20 million Xitoyning o'lganligi yoki 1966-yilidan 1976-yilgacha Xitoydagi universitetlar taqilib, Xitoy xonavayron bo'lib ketgan madaniyat inqilobida yana necha million odamning o'lib ketganligi haqida bak ko'p narsa bilmaydi. Shundaqla ular Tiananmen maydonidagi qarshilik harakatlar to'g'risidagi xabarlarni anglab baqqan bo'lsa-mu, lekin xatarga qaramay bu haqda ig'iz ochqidek darajada hamoqat emas edi. Bu magistrlar Deng Xiaopingning Tiananmen maydonidagi qirg'inchilikdan keyin chiqargan qarorining mahsuli edi. Halbuki bu qirg'inchilik o'zini faqat tilga olmagan mazkur muzeydan 200 yard, ya'ni taxminan 180 metrli nerida yuz bergan edi. Deng Xiaoping 1989-yildan keyin partiyaning kontrolligini kuchaytirish uchun Liping va boshqa qattiq qo'llar bilan hamkorlashdi. Xitoy rahbarlari buningdan keyin Xitoy o'quvchilar hargiz erkinlik ilohining haykalini yasamaydigan, mustaqillik xitobnomasidan naql olmaydigan va Amerikaning qimmat qarashlarini Xitoy kompartiyasininkidan yaxshi deb ta'riflashga arziydi deb qaramaydigan bo'ladi deb qasamyod qilishdi. Shuningdan keyingi bir yil ichida Xitoydagi dars kitoblar yangidan tuzildi. Amerika eng razil dushman deb tanishtirildi. Shundaqla Xitoydagi sinf va kutubxonalarda faqat Amerikaga bo'lgan mushu xil ko'z qarashning bo'lishi, boshqa ko'z qarashlarga o'rin berilmasligi to'g'risida siyosat va belgilamalar bekitildi. Xitoydagi tarix kitoblarining eng yangi nusxasiga ko'ra, Amerikalik tunji muttaham prezident John Taylor edi. Mavzudongning so'zi bo'yicha aytganda, Taylor 1844-yili imzolangan Vangsha shartnomasi orqali Amerikaning Xitoyga qilgan tajovuzi natijasida imzolangan tunji tangsiz shartnomani Xitoyga tangan edi. Xitoy o'quvchilarga tarqatilgan darslik kitoblarda mazkur shartnoma Amerikaning Xitoyni tizginlashining boshlanish nuqtasi sifatida Amerikaga eshik ochib bergan edi. Taylor va boshqa amerikaliklar kuch to'plab dushmanning holsirishini kutib urushqoq bagliklar davriga oid bir turaqliq ibora. Xitoyning nazarida ayni vaqtda Amerikaning Xitoyni tizginlayaligidek kuchi yo'q edi. Ammo ular, ya'ni amerikaliklar, fursatning pishib yetilishini kutadi. Tasodifiy prezident bo'lib qolgan va kishilar tarafidan osonli unutilib ketadigan John Taylor Amerikada faqat tipik
Tikanu va Taylermi ba degan, ya'ni 1840 yildagi prezidentlik saylimi shuari sabablik mashhur bo'lsa, Xitoy qattiq qo'llarining nazarida u Amerikaning Xitoy madaniyatiga tal-to'kis xo'ja bo'lish planiga ul solgan razil talant egisi edi. Tayler bu ishning yo'lini ichib bergandan keyingi qatim bu jihatda tarixda iz qoldiradigan Amerika rahbari Xitoyga qarshi taktika peshvosi ىبراھىم Lincoln bo'lib qoladi deb qaraladi. Albatta, Lincoln Amerikada davlatni birlashtirgan, qartalliq qullarni ozod qilgan, o'z prinsiplari uchun hayotini fido qilgan samimiy prezident sifatida tilga elinadi. Lekin Xitoyga nisbatan u faqat yovvoyi, zo'ravon Amerika jahongirlaridan biridir. Xitoy Xalq universitetidagi Shiyin Huang degan professor Lincoln Xitoyning xalqaro jamiyat tarafidan tizginlanishini, hatto ekspluatatsiya qilinishini orzu qiladi degan edi. Tarixning bu variantiga ko'ra Lincolnning Anson Burlingame Tinch okeandan o'tib, Xitoy bilan G'arb dunyosining munosabatini normallashtirish uchun avatishdagi maqsadi ana shu edi. Beijing Chet el tillar universitetining Amerika tadqiqot markazidagi Marin Yinning qarashicha 1868 yildagi Burlingame shartnomasi Xitoyni G'arbning kultur o'lchamiga bo'ysunishga majburlagan. Mazkur shartnoma G'arbning demokratiya an'anasini yoqlab, Xitoyning yerlik qoida yo'sin, urf-odatlarga buzg'unchilik qilgan. Shundaqla Lincolnning Tinch okeanni tizginlash xiyolini imkoniyatga ega qilgan. Xitoy tarixlariga ko'ra, Amerika 20-asrning boshlarida o'zining haqiqiy abdi-bashirisini texmi ochiq namoyon qilishga boshlagan. 1900-yildagi Yixotan qo'zg'olonida Amerika 8 davlat birlashma armiyasiga qaytilgan. Bu armiya Xitoyni G'arbning tizginidan qutuldirish uchun qo'zg'olon ko'targan vatanparvar qo'zg'olonchilarni mag'lub qilgan edi. Mazkur birlashma armiya Xitoyda yo'l bo'yi zo'rliq zo'mburliq, talon-taroj qilib mangan va urushda g'alaba qilgandan keyin Xitoy xalqi 61 milliard dollar to'lam talab qilgan. Amerika to'polondan to'g'ach o'g'irlamoqchi va boshqa davlatlarni Xitoyga hujum qilishga kuch kiritib, boshqalarning qo'li bilan odam o'ltirmoqchi edi. Yixotan qo'zg'olonidan keyin Xitoy yiqilgan bo'lsa-mu, tal-to'kis halok bo'lmadi. Xitoy Birinchi dunyo urushida ittifoqdoshlarga yordam qildi. Prezident Woodrow Wilson Versalda inson haqlari va millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilashi haqida kengashishga va'da berganda, vaziyat Xitoyga foydali bo'lishga boshlagan edi. Bu voqeaning Xitoy tarixlaridagi variantida Wilsonning erkinlik va tinchlik barpo qilish uchun dunyo miqyosida harbiy hamkorlik o'rnatish orzusi, dunyoni Amerikaning zo'migar tajovuzchiligiga ko'ndirish hiyilasi edi. Deng Shuxing tuzgan Amerika tarixi va Amerikaliklar degan darslik kitobda Wilson butun Xitoyni Amerikaning manfaat doirasiga aylantirmoqchi deyilgan. Shu vajidan u asli qonuniy nuqtadan Xitoy hukumatiga o'tkazib berilishi kerak bo'lgan, ya'ni ayni chog'dagi Germaniya mustamlikasi Shandongni Yaponiyaga o'tkazib bergan. Wilson urushqoq bagliklar davridagi
qu zomigarlarga o'xshash zaiflashgan urushqoq baglikni astirtdan g'ulitishga harakat qilgan. Facialik holda bu xiyonat xabari atalmış 4 may hareketini keltirib chiqargan. Halbuki bu harakat zamonaviy Xitoy millatchiligining shakllanishiga va 1921-yili Xitoy Kompartiyasining qurilishiga turtki bo'lgan. Xitoy tahlilchilarining 2-dunyo urushi haqidagi tahlillariga qaraganda, Yaponiyaning 1931-yili Manjuriyaga, 1937-yili Xitoy tuproqiga tajovuz qilishi, Osiyodagi bu ikki davlat, ya'ni Yaponiya bilan Xitoyning qad ko'tirib, G'arbiy Tinch okeanda Amerikadan iborat bu zo'magarga tahdid shakllantirolmasligi uchun Amerikaning ularni o'zaro oyga chiqmas urushqa selib qo'yish taktikasining bir qismi edi. Jinan universitetidagi tarixchi Tangching Prezident Franklin Rooseveltning Xitoy xalqini Yaponga qarshi urushda texmi zo'r qurbonlik bergizganligini tushundirib, chunki Xitoyni Yaponga qarshi urushga selib, uni Yaponga qarshi baza qilib qo'llanish va Xitoy Amerika orasidagi urush mezgilidagi hamkorlikni kuchaytirish Amerikaga foydali edi. Shundaqla buning natijasida Amerika bir kunlarda Xitoyga va butun dunyoga xo'ja bo'la oladi. Deng Xiaoping Yapon bosqinchilarini Xitoyda beqishning eng cho'ng javobgarligini Roosevelt ustiga elish kerak degan. Roosevelt urushqoq bagliklar davridagi zo'migarning uslubi bo'yicha tog' cho'qqisida o'ltirib yo'lboshlarning elishishini tomosha qilgach, har ikki tarafning Amerikaga qarshi turolmag'dak darajada holidan ketishini kutgan. Bu Xitoyning nazarida u avval chet turib tomosha ko'rgan. Andin, ya'ni Xitoyning tuzini yeb tuzliqiga chiqqan. Nomussizlikda yangi palla yaratgan Xitoy rahbarlari bugun Richard Nixonning Xitoyga echivitilish siyosatini ayni chog'da Beijing bu xil echivitilishni aldiratgan va qarshi olgan edi. Tamamen burmilab, razil Amerikaning Xitoyga xo'ja bo'lish suiqasdidagi yana bir qadam deyishmoqda. Hikoyaning bu yangi variantida Nixon Xitoy bilan Sovet ittifoqini urushga selish orqali ikki kommunistik davlat orasida atom urushi portlatishni umid qilgan. Nixon Amerikaning kelgusida dunyoning qutqizg'uchisi va dunyodagi birdan-bir darajadan tashqari kuch sifatida o'ttirg'i chiqish uchun Rooseveltga o'xshash tog' cho'qqisida o'ltirib yo'lboshlarning urushishini tomosha qilgan. Bu hikoyaga ko'ra, Dana Mavzudong bu taktikani ko'rib yetgan va Amerikaning hamon bir kuni Xitoydan yuz o'raydiganligini bilsimi, Beijing Sovetga qarshi bir ittifoqdashga muhtoj bo'lganligi uchunla Nixonni Xitoyni ziyorat qilishga taklif qilgan. Mavzudong cho'ng generallardan biri qadimki shu xandonligining shimolidagi raqibi ustidan g'olib kelganligini naql qilib, uningga sharqdagi Wu bilan birlashib shimoldagi Viga qarshi turish maslahatini bergan. Davomi bor.